Avo, Alo, assalomu alaykum Fazliddin aka, yaxshimisiz? alaykum assalom. Men yaqinimni tabriklab jamoasi boshlovchisi Maftun Ubaydullayeva bo'laman. Fazliddin aka, vaqtingiz bormi? Vaqtim bor, bemalol. Aha. Akajon, avvalambor Allohga suyukli banda, Rasulimizga ummat bo'lgan shukronalik kuningiz bilan muborakbod etaman. Alloh sizga qancha umr bergan bo'lsa, mana shu umringizni ko'nglingizdagidek o'tkazing. Rizqingiz baland, martabangiz ulug' bo'lsin deb qolamiz. Rahmatliga. Bizga maktub kelgan, sizni juda ham hurmat qiladigan va yaxshi ko'radigan insoningiz bizga xat va she'r yuborganlar. Mana shu yaqin insoningiz kim deb o'ylaysiz? Taxminingiz kimdan? Eng yaqin insonim singlimda, Aha. Zuleyxon. Aha, nega aynan birdan singlim dedingiz? Turmush o'rtog'ingiz bo'lishi ham mumkin edi. Ikkalasini aytmoqchi edim. Men ulgurmay qolibman-da. Shu turmush o'rtog'im bilan singlim bo'lishi mumkin. Albatta. Boshqadan bilmadim. Aha, yuragingiz bittada topar ekan. Aytganingizdek, singlingiz Zulfiyaxon va ularning oila a'zolari, kuyovingiz Sardor aka, jiyanlaringiz Hojiakbar va Solihaxonlar ayni damda sizni tabriklamoqdalar va albatta rafiqangiz ham. Ular bizga chiroyli maktub yuborganlar va maktubni o'qishimdan oldin shu so'zlarni aytdilar. Akajon, rahmatli onajoningiz Zuhra aya aytgan ekanlar. Fazliddinjonni yo'qlab turinglar. Doimo meni nomimdan tavallud kunlarida, bayram kunlarida tabriklab qo'yinglar deb niyat qilgan ekanlar. Zulfiyaxon, men onamning niyatlarini amalga oshiray deb mana shunday ajoyib so'zlarni boshida shunaqa gaplar yozib yuborgan ekanlar bizga. Keling, tabriknomasini o'qib eshittiray. Assalomu alaykum, men uchun qadrli, mehribon, ko'ngli ochiq akajonim. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ikki dunyo saodati bilan siylasin Robbim sizni. Mening qalqonimsiz, ishongan tog'imsiz akajon. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Dard yemang, g'am ko'rmang. El ichida aziz bo'ling akajon. Sog'ligingiz mustahkam bo'lsin. Baxt qasringizda yaqinlaringiz bilan baxtli hayot kechiring. Xonadoningizga fayz, dasturxoningizga baraka tilab qolaman. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Va bu so'zlarni har doim ham ayta olmasdirman. Lekin men sizni juda yaxshi ko'raman va qattiq hurmat qilaman deb mana shu gaplarni ham yozibdilar. Fazliddin aka, muborak ovozlaringiz diktofon orqali yozilmoqda. Singlingizga va yaqinlaringizga rahmat tariqasidan yoki dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Kattakon rahmat sizlarga avvalo. Shunaqa nima desam, qanaqa bu gruppami yoki bo'lmasa Guruh. tabrik nimasida, to'g'rimi? Tabrik kanali deb to'g'ri. Sizlarga kattakon rahmat shu kanalni ochganlaringga, ko'pchilikni kayfiyatini, ko'nglini ko'taryapsizlar. Sizlarga rahmat. Lekin kutmagandim, to'g'risi o'zimiz aytganidek onamiz yaqinda o'tgan. Lekin bunaqa tug'ilgan kunni nishonlash yoki bo'lmasa kimdandir tabrik eshitaman deb kutmagandim. To'g'risi judayam kayfiyatim ko'tarildi. Kutilmagan ish bo'ldi. Men ulardan xursandman, singlimdan, ayolimdan, kuyovimdan, jiyanlarimdan, hammasidan juda ham xursandman. Xuddi ular aytganidek, men ham ularni juda ham yaxshi ko'raman, juda ham hurmat qilaman. Meni borligim shular, ulardan boshqa bunaqangi nima deydi, yaqin ular yo'q desam. Albatta. Shunaqa. Ko'z tegmasin ilohim mehr-oqibatlaringizga. Rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Kanallaringizga, ishlaringizga rivoj bersin. Juda ham auditoriyalaringiz juda ham katta bo'lib, muzokaraga tushsin sizlarga. Katta rahmat samimiy tilaklar uchun. Akajon, Zulfiyaxon tadbirlarda har doim oldi, to'g'rimi? Bironta tashkiliy ishlar bo'lsa, darrov o'zlarini qo'llariga oladilar.
U ne только tadbirda, hammasida birinchida u meni singlim, u hamma meni opasi deb o'ylaydi. Ilohim ko'z tegmasin. She'r yozar ekanlar. Ancha kundan beri deydi, o'ylab deydi, bir she'r yozdim deydi. Sizga atab yozibdilar. Dilimdan chiqqan gaplarni yozdim. Agarda kamchiliklari bo'lsa, ko'z yumib ketsinlar deb aytdilar. Keling o'qib eshitiraman. Bo'pti, eshitamiz. Borsiz, albatta. Borsizki xotirjam turibman aka. Ko'nglimga halovat quribman aka. Yonimda yelkadosh jigarim bor deb siz bilan maqtanib yuribman aka. Gohi tortishamiz, goh tilimiz bir. Zarda adovat yo'q yuragimizda bir. Qaysi davra bo'lsa aytay emas sir, siz bilan maqtanib yuribman aka deb mana shunday maqtanib yurgan singlingiz ajoyib she'r yuboribdilar. Judayam ajoyib she'r ekan. Ajoyib bizdan to'g'ri aytdingiz. Hech qanaqa xatosi yo'q. Bundan oshiq nima deysiz? Shoirlarni ham yo'lda qoldirib ketadi. Judayam o'z o'rniga qo'yilib yozilgan, aytilgan, dildan yozilganda. Albatta. Dildan yozilgan. Mana shunday yelkadosh, qondosh jigarlaringizni boriga shukr. Necha yoshga kirdingiz? 32 yoshga kirdim. 32 yoshga men telefon qildimda Fazliddin aka dedim, ha deganingizdan keyin gapirdim. Salom alik qilganimizda sizni yoshingizni buncha katta yosh deb o'ylamagandim, lekin 30 yosh atrofi, 35 yosh atrofi o'rta yosh. Lekin men sizni 18 yosh yigit deb o'yladim to'g'risi. Yana bir bor so'zimni isbot qilib Fazliddin aka dedim, ha dedingiz, keyin gapimni davom ettirib ketdim-da. Ilohim mana shunday yoshligingizga ko'z tegmasin akajon. Bardam baquvvat bo'lib 18 gapingizni bo'lib qo'ydim. 18 yosh berganingizga yana bitta bu menga tabrik bo'ldi. Albatta. Rahmat katta. Albatta, mana shunday navqironligingizga ko'z tegmasin. Ovozingizdan haqiqatan ham 18 yosh yigitning ovozi kelyapti-da. Avo deb. Ana maktabni bitirgan ayni bolalar bo'ladi-ku. Yigitlar. Endi ovoz o'zgarganmi? Yo'q, ovozingiz juda yaxshi saqlanibdi. O'zingiz ham menimcha ko'rinishingiz yosh bo'lsa kerak. Ilohim mana shunday yosharib yuring. Hoji ota, hoji ona deb turmush o'rtog'ingizni telefon qilib tabriklash nasibi ro'z aylasin. Allohning umri, Allohning uyi hisoblanmish Ka'batullohni ziyorat qilgudek martabaga erishing akajonim. Ilohim, amin. Aytganingiz shunaqangi sizga ham nasib qilsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Ilohim. Akajon, bugungi kunda pozitiv kayfiyatda o'tkazing. Bu tabriklardan keyin albatta pozitiv kayfiyatda o'tkazmasangiz ham bo'lmaydi. Yaqinlaringiz uchun, hayot bo'lganlar uchun, bardam baquvvat bo'lib, hayotga yanada energiya bilan qarang akajon. Mayli, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Yana sizga surprizlari bor ekan, kechqurun video nadir qilib yuborar ekanlar. Yana bir tabriklari bor ekan. Ketma-ketlikda. Albatta. Zulfiyaxon ham baxtingizga omon bo'lsinlar. Akajon, mayli, keyingi yillar ham sizni tabriklab yurish nasib ro'z aylasin. Ilohim. Omon bo'ling. Tug'ilgan kuningizni aytsangiz, men telefon qilib tabriklayman. 24-aprel. Aprel 24-chi. 24-aprel. O'g'ana, 24-chi bo'ldi. Apreldan chiqib qolmasa? Mayli. Pastda yozib qo'yamiz. Mayli akajon, omon bo'ling. Rahmat qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Katta rahmat sizga. Katta bo'ling. Aytganingiz kelsin.